Hürmetli vatandaşlık işimizi davamlaştırımız. Endike manamali siyaga dikkat kılışınızı ümit kılmalı hürmetli vatandaşı. Mavzumundaq. Cumhuriyet Partiyası teslim buluşunun derecesi qaysi chekka yetkanda andan savdo urushi to'xtaydi. Mavzuli xabar 9-oyning 19-kuni Cumhuriyet nazar torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Cumhuriyet savdo urushi boshlangani hozirgacha bir qancha oy bo'ldi. Savdo urushi boshlanganda Cumhuriyetning alpozi so'rlik edi. Amerikani yengib oladigandek ko'rinadi. Savdo urushiga bir necha oy bo'lmay turibla Cumhuriyet partiyasi yumshashga boshladi. Aslida qonga qon olaman, jonga jon olaman degan gaplar aslida barobar sifat va barobar son bo'yicha o'ch olaman degan gaplar. Aslida kun bo'yi Amerika savdo zo'magarligi qilyotidi deydigan haqoratlashlar endilikda aziyib ketdi. Aslida Yevropa ittifoqini va boshqa davlatlarni yeniga tortib Amerikaga qarshi turish g'arazlari ham mag'lub bo'ldi. Cumhuriyet partiyasi suiqasdlik vositalarini ishlatib Prezident Trump lagerini parchalamoqchi bo'ldi. Qaraganda hech qanday foydasi bo'lmadi. Chavshanni kechiringlar yeniga tortib Amerikani avor qilmoqchi bo'lgan. Qaraganda tez arada mag'lub bo'ldi. Endi Cumhuriyet partiyasining Amerikaga taqobil tura oladigan hech qanday hunari qolmadi. Navbatda Kompartiya taslim bo'lishga tayyorlik qilyotdi. Lekin taslim bo'lishning darajasi qaysi chekka yetganda andan savdo urushi to'xtaydi. Biroq buningda Kompartiyaning degan hech degani hisob emas. Amerikaning degani hisob bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trumpning degani hisob bo'ladi. Cumhuriyet partiyasi aslida savdo urushida g'alaba qila olmasa, muttahamlik qilishni o'ylashgan edi. Yalang'och suvdan qo'rqmaydi. Lukchak mo'tabardan qo'rqmaydi. Mustabidizm demokratiyadan qo'rqmaydi. Shunga Amerika meni nima qila oladi degan edi Cumhuriyet partiyasi. Lekin hozirgi Amerika o'tmishdagi Amerika emas edi. O'tmishdagi Amerikaning siyosat sohasida savdo, tijorat sarxillari yetakchi o'rinda turadi. Siyosat to'g'ri bo'lsa bo'ldi deydigan ibora Amerikada eqib yurgan ibora bo'lib, Amerikada modaga aylangan. Lekin hozir Amerika xalqi Prezident Trumpni tanlab oldi. Amaliyotda Allohning o'rinlashtirishi shunday bo'ldi. Amaliyotda hozir Amerika xalqi, takrorlayman, Prezident Trumpni tanlab oldi. Amaliyotda Allohning o'rinlashtirishi shunday bo'ldi. Prezident Trumpning Prezident Trumpning nima siyosat, piyosat buni bilan chatig'i bo'lmadi. Adilmi yoki adil emasmi? Shuningga ega bo'ldi. Axloqi uyg'unmi yoki uyg'un emasmi? Shuningga ega bo'ldi. Cumhuriyet partiyasi hamda lukchaklar usuli bo'yicha Amerikadan hayon yana foyda ololmaydi. Cumhuriyet partiyasi hamda lukchaklar usuli bo'yicha dunyo savdo prinsiplariga buzg'unchilik qila olmaydi. Bu qatam hamda Cumhuriyetning ajallik yeriga tegdi.
adil soda qilish Prezident Trump kerak bo'lgan soda qilishdir. Qanday soda qilganda adil soda qilgan bo'ladi? So'rab. Birinchi, Jungo ham bozor egiligiga o'tgan davlat bo'lishi kerak. Balki Jungo hukumat iqtisodiy egilikdagi davlatdir. Balki Jungo iqtisodiy hukumat egiligidagi davlatdir. Bundaq bo'lganda soda adil bo'lmaydi. Chunki shirkatlar hukumat bilan hargiz raqobatlasholmaydi. Demak, Jungo iqtisodiy kompartiya bir hukumatning monopoliya qilib olgan iqtisodidir demakchi. Ikkinchi, barliq tamojna beji va g'ayri tamojna beji qo'rg'onlarni bekor qilib o'tish. O'tgan tungi so'zildi qoliksiyada. Ikki taraf savdo tijorati boj qo'ymaydigan savdo tijorati bo'lishi. Tovarlarning bahosi bozor orqali belgilanishi. Hech kim cheklama qo'ymasligi, kapital erkin obrot qilinishi, xodimlar kishilar erkin harakat qilishi, bardakalda qilishi, boylik manbalari erkin almashtirilishi, uchar aloqalar erkin bemalol yurishlashgan bo'lishi. Darvaqa kompartiya internet to'rbat aloqalarda tam soqib olmasligi kerak. Diqqat qildingizmi? Yuqorqi shartlarga vatandoshlar tungi leksiyada so'zlagan edik. Bugun yana ikkinchi bir xil shaklda kelyapti. Diqqat qiling leksiyaga vatandosh. Uchinchi, kompartiya barliq o'g'irlik, lo'kichaklik, josuslik vositalarini butunlay to'xtatish kerak. Uchinchi, takrorlayman vatandosh. Kompartiya barliq o'g'irlik, lo'kichaklik, josuslik vositalarini butunlay to'xtatishi kerak. Balki kompartiya aslida aqliy mulkni o'g'irlash va texnika o'tinib berishga majburlash qiliqlarga berilgan jazoni ham qabul qilish kerak. Hozir tamojna beji mushting berilayotgan jazo demakchi-ku. Shuni Jungo qabul qilish kerak deydi. Yuqorqi 3 parcha shart Jungo kompartiyasi taslim bo'lishning negizlik oldingi shartidir. Yuqorqi 3 parcha shart Jungo kompartiyasi taslim bo'lishning negizlik oldingi shartidir. Albatta Amerika Qo'shma Shtatlarining o'ylaydigan yeri bor. Men ishonamanki, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati kompartiya taslim bo'ladigan hujjatlarni nihoyat tafsili va tartibli yezib bo'ldi. Faqat Jungo kompartiyasining yetib kelib taslim bo'lishini kutib turibdi. Mana qilib bo'ldi, Amerika faqat Jungo kompartiyasining yetib kelib taslim bo'lishini kutib turibdi. Tungilatin senator Marco Rubio nima dedi? Suhbat. Biz Jungo bilan nimani suhbat qilamiz? Suhbat qildigan nemish bu? Bu deganlik so'zlanib bo'ldi, deyilib bo'ldi deganlik. Jungo kompartiyasi navbati dal uzul kesil taslim bo'lish yoki uzul kesil qarshilashning ocha yo'lida turibdi. Bu navbatda qaraganda Jungo kompartiyasining uzul kesil taslim bo'lish ehtimolligi intayin zo'r. Navbatdan qaraganda Jungo kompartiyasining uzul kesil taslim bo'lish ehtimolligi intayin zo'r. Ba'zi xabar qilingan xabarlardan qaraganda Jungo kompartiyasi ma'mur raisi Wang Qishanni o'ttirg'i chiqarib, savdo tijorat ishlarini o'tkazib elishga tayyorlik qilyapti. Wang Qishanning shaxsiy iqtidori qancha kuchli bo'lishidan qat'iy nazar, bu qatim hamda Wang Qishanmi hech narsa qila olmaydi. Dastlabki parazdaga asoslanganda Jungo kompartiyasi bu qatim butunlay taslim bo'lishga tayyorlik qilyapti. Diqqat vatandosh. Balki Jungo kompartiyasi taslim bo'lgandan keyin Jungo kompartiyasini tarqitib etish
meselesine bevosita suhbatlashish mumkin. Mushu abzasida diqqat qiling vatandosh. Dastlabki parazdaga asoslanganda Jungo Kompartiyasi bu qatim butunlay taslim bo'lishga tayyorlik qilyapti. Balki Jungo Kompartiyasi taslim bo'lgandan keyin Jungo Kompartiyasini tarqitib etish masalasini bevosita suhbatlashish mumkin. Birinchi qadam Kompartiyani taslim bo'lish. Ikkinchi qadam Kompartiyani tarqitib etish to'g'risida Amerika Jungo o'tirib suhbat bo'lish mumkin. Ala shahrini, vatandosh, ala shahrini. Balkim Jungo Kompartiyasini qandoq tarqitib etish Amerika Jungo munosabatida kelar qatim suhbatlashadigan muhim mazmunlardir. Diqqat vatandosh. Balkim Jungo Kompartiyasini qandoq tarqitib etish Amerika Jungo munosabatida kelar qatim suhbatlashadigan muhim mazmunlardir. Biz bu to'g'ridan davomli to'xtalamiz. Kechiring vatandosh, mana bu yergacha anglang.